Mana Antaliyaning sohillari balıqda yaxshi. Noyabr oyi 9-noyabr, lekin odamlar hali ham dengizga tushib turibdi. Baliq tutayapti. Harika. Toshlarga qarang, toshlarga. Mana shu toshlarni sotib olamiz, uy quramiz desak. Bu yerda nima ko'p ekan? Ingliz oilalar, rus oilalar ko'p ekan. Lekin haqiqatan ham izlasak bo'lar ekan. Nima deydingiz? Shu apparatdan bitta sotib olsak-chi? Men Istanbuldan ololmadim-da. Esimdan chiqib ketibdi. Olaman deguncha-ki. Planlar o'zgarib ketdi. Odam ashincha bo'ladi. Qilib ketadi. Kravatlar yotadigan. Allohimga shukr. Millioner bo'lmasak ham shu ishning orqasidan davlat ko'rib yuribmiz. To'g'rimi? Antaliyaga kelish tushimga ham kirgani yo'q edi. Shu keyin qiziqib boshladim-da. Buning tarixini yaxshilab izlashtiraman YouTube'dan. Nima bor ekan? Pul chiqmaydimi? Tilla. Antaliyada ingliz, ruslar rosa ko'p ekan. Yo'l kiralari ham qimmat ekan Istanbulga qaraganda, chunki turistlar ko'p ekan.